O'rtalar обучениеda ertalabdan взрослыйlarimiz keladi. Взрослый ayollar bor, erkaklar bor, har xil nimalarimiz bor, mijozlarimiz bor. Xullas ertalabki 6 da darsimizga bemalol kelsalar yozilsanglar bo'ladi. Обучение mana. Полностью stop. Boshingiz bilan tagiga kirib ketishingiz kerak. So'ng tagiga kirasiz полностью. Umuman siz nima qilmang, boshingiz ko'rinmasin. Tushundingiz-a? Полностью. Ana barakalla, yaxshi. Chiqamiz. Xuddi shunday, shunaqadan 10 ta mana hozir qildingiz-ku. Polnoy boshdan so'ng kirib ketdik. Mana. Yaxshi. Mijozlarimizga nimadan boshlanishini ko'rsatishim kerak men. Basen 0 dan boshlab o'rganmoqchi bo'lganlar kattalar uchun ketdik. Boshingizni qo'yasiz, qo'lingizni tekislaysiz. Qo'l tekislangan holatda qo'l cho'ziladi, oyoq ishlamaydi. Qo'l tekislanadi. Yana ham qo'lingizni cho'zing. Barakalla, yaxshi. O'rtalar mana shundan kattalarda обучение boshlanadi. Birinchi darsinglar nimadan boshlanadi deganlar suvga ko'nikish, suvda yotish. Mana birinchi marta mijozimiz kelyapti. Umuman suvni bilmaydilar. O'rgatyapman. Basen chuqurlik 3 metr. Kimga kerak bo'lsa bemalol kelsanglar, mana shundan boshlaysiz sizlar ham. Qo'rqmanglar, suzib ketib. Hozir nima bo'ldi xullas sizda? Qarang. Ko'rdingizmi? Nima sababdan men sizga hozir mana mashq qilib beraman. Eng oson narsalarni berib eshitib qilsangiz aytganimni shu narsa sizga foydali bo'ladi. Bir xil eshitlanadi. Yana ham cho'ziladi qo'limizni. Barakalla, sekin bitta qo'l qo'yib yuboriladi. Barakalla, yaxshi, qo'rqmang, sekin. Yaxshi, молодец. Yaxshi. 6:13 vaqt. Sekin harakat boshlandi. O'rtoqlar, harakatimizni boshlab oldik. Sekin boshladik. Mana birinchi qadamlari. Yaxshi. Sekin o'rganamiz, xudo xolasa. O'rganish umuman o'ylagan joyi yo'q. Bu paytda o'rgansa bo'ladi suzishni. O'ylaydigan joyi ham yo'q, masalan. Bu paytda o'rgansa bo'ladi, sababi suzish o'zilik juda ham foydali. Organizmingiz uchun, qon aylanish tizimi uchun. Uyqungiz zo'r bo'ladi keyin, yosh kattalar uxlamayotganlar suzishga kelinglar. Ozamayotganlar suzishga kelinglar. Semirolmayotganlar suzishga kelinglar. Hamma narsa suzishga jo'natadi. Skolioz, osteoxondroz, grizha, полностью suzishga kelsin. Nervniy sistemalar, nervnilar, zadержка rechilar, hammasi basenga suzishga jo'natadi sizlarni o'rtoqlar. O'shaning uchun yozda emas, ayni paytda kelib olishinglar kerak bo'ladi. Yozda odam ko'payib ketadi, keyin qiynalasizlar.